Birinchi sectionni 5-lessoni projections. Bundan oldingi darslarda gaplashganimizdek, equilibrium bizga range ichida va range tashqarisiga ishlashga yordam beradi. Modelimizda targetlarni aniqlash uchun muhim fokus standard deviationga beriladi. Standard deviation, projection ikkalasi bitta narsa. Ishlatishning ikki xil yo'li bor. Birinchisi bu manipulation projection, ya'ni oxirgi protected high yoki low dan manipulation bo'lgan high yoki low ga tortiladi. Ya'ni bizada protected high yoki low bor va bizada manipulyatsiya bo'lgan low ham bor yoki high ham bor. Mana sell trendida high'imiz ham bor. Va standard deviation 0 dan 1 ga, ya'ni protected high yoki low dan manipulyatsiya bo'lgan high yoki low ga tortiladi. Sell trendda esa protected low dan manipulyatsiya bo'lgan high ga tortiladi. Nastroykalarni hozir ko'rib chiqamiz. Failure swing ikkinchi yo'li bu failure swing projection. Ya'ni lower low dan failure swing qilgan high ga yoki higher high dan failure swing qilgan low ga. Ya'ni bozor low qildi, bizada high bor va bozor low qilmasdan, misol keltiraman, bu grafikka NQ deb olsanglar, misol uchun bu yoqda ES tasavvur qilaylik. ES low qildi, NQ esa low qilmadi va ikkalasi ham point of interest zonasi deydi. Ya'ni o'sha joydan reversal kutiladigan joy deydi va low'da SMT bo'lib, bu yerda NQda failure swing bo'lib qoldi. Ya'ni bu low'ga o'sha qaytib kelmaydi va low'ni yechmagan bo'ladi, misol. Va shu holatda ayni oxirgi high'dan oxirgi low'ga, ya'ni lower low'ga tortiladi va o'shandan bizani targetlarimizni aniqlab olsak bo'ladi. Sell trendda ham xuddi shunaqa. High qila olmagan low'dan o'sha oxirgi high, ya'ni higher high'dan failure swing qilgan low'ga tortiladi va bizada targetlarimiz kelib chiqadi. Standard deviation nastroykasi, xohlasanglar uni Ganna boxga qo'ysanglar bo'ladi yoki Fibonacciga ham to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Aynan trading view'ni o'zida 1 0 -1 ishlatmasanglar ham bo'ladi, no prosta qo'yilgan. Ko'p holatlarda bozor -2-2,5 zonasidan -1 ga retest qilib -4, -4,5 ga ketadigan holatlari bor. Praktikadan o'tgan bu narsa, no baribir ham men -1 umuman ishlatmayman, umuman qaramas. Mana standard deviation nastroykasida -1 yo'q. No bu yoqda общий kimdir ishlatishi mumkin, kimdir ishlatmasligi mumkin degan maqsadda hammaga berib ketish uchun videoga qo'yilgan edi. -1, -2, 2,5, 4, 4,5. Keyingi sectionni ko'rishamiz.